Ering kelganmi? Yo'q, menimcha hali kelmaganlar. Homilador xotinni yolg'iz tashlab ketib bo'lmaydi. U xotin o'g'lini olib o'tiraveradi. Anu ilonchang. Hech Oyjonni borib ko'rib kelay deydimi? Bilmadim, oyi, bilmadim. Biz nima? U bu narsa yegani qo'ymadikmi? Yoki yegani qo'ymadikmi? Dorilaringizni ichib dam oling. Sizchi? Boyim, kelishdik-ku. Esingizdan chiqdimi? Qaynanangdan arazlab kelganingda seni yoningni oldim. Qaynotang tilla odam ekan. Gapimni qilmadi. Alohida yashayapsan. Lekin endi sen ham harakat qilishing kerak. Nimaga endi meni ishxonaga borib qo'ymoqchisiz? Gaplashib ketardik. Meni gaplashadigan gapim yo'q. Meniki esa bor. Mana, ehtiyot bo'lgin. Onasi? Ha? Mana buni qachon olganding? Biror marta ishlatganingni ko'rganim yo'q. Esingizdami? Pishiriq pishirishni yaxshi ko'rganligim uchun xuddi mana shu ko'rinishda sovg'a qilgansizmi shularni? Qo'yli. Ishlatganman, siz bilmaysiz-da. Uyda bo'lmaganingizdan keyin. Yangidek turibdi-yu bu. Endi mana hamma narsam yangidek turadi-yu. Juda zo'r-ku, ha? Sizgina uyimiz. Bekor ko'chyapmiz. Ko'chmasak bo'lmaydimi? O'zimga qolsa ko'chmasdik. Lekin mana shu uyni sotsak, ancha qarzarimdan qutulgan bo'lardik. Tavba qildim, Baribir ish orqaga ketyapti. Shunga hayronman-da. Hammani biznesi gullayapti. Nega sizniki orqaga ketadi? Bilmadim. Ketmon uchmayapti. Ketmon. Raismisiz, ketmoningiz uchmaydi? Nima, arini o'ldirib qo'yganmisiz? Bo'lishi mumkin. Ana yangi uyimizni borib ko'rdim. Xo'sh, Uy olma, qo'shni ol deydi-yu. Qo'shnilarimiz kim ekan, ko'rib kelaychi deb borsam, qo'shnini bolalari qima qo'ymaga quloq solmaydi-ya. Rosa to'polonchi ekan, asabim buzilib qaytib keldim. ish qilib gapirib yurmadingmi ularga ham? Yo'yni ko'chib borganimdan keyin asabimni o'ynashsa gapiraman-da. Bitta bolaga 7 mahalla haligi xo'jayin deyishgan. Baraka topkur. O'sha qo'shnilar bilan ham urushib yurmagin. Hali ko'chmasdan oldin domdan ko'chib ketmaylik. Harakat qilaman. U uchun uyda o'tirmasligim kerak. Aytmoqchi, men o'qishga yozildim. Qanaqa o'qish? O'qishda, keyin bilasiz. Mayli, o'qi. Uyda ham nima qilasan baribir ham. O'qiganing yaxshi. Uyda o'tirib ham nima qilaman? To'rtta devorning ichida siqilib ham ketaman. Mayli. Farhodga qo'ng'iroq qil. Kelsin, yordamlashsin. Qo'ng'iroq qildim. Hozir kelaman dedi-yu. Yaxshi. Bo'pti. Charchamayapsizmi, Tamaraxon? Yo'q, rahmat, hammasi joyida. O'zingiz gaplashdingizmi? Ko'nmayapti. Itdan ham qaysar ekan. Lekin ichlarida rosa afsus chekyaptilar. Erkak kishini g'ururi bilan o'ynashi bo'lmaydi. Bechoraga qiyin bo'ldi. Afzalli ehson qilishga ko'ndirdim. Bugun ofisda osh beramiz. Domlani ham chaqirdim. Ana shunda domlani bir chekkaga chaqirib, shu masalani so'rab olamiz. Oxiri o'ylab shuni topdim. Agar Afzal domlani oldiga bormasa, domlani o'zi keladi. Yaxshi o'ylabsiz. Oshni shu yerda damlashadimi? Oshpazlar ishi boshlab qo'ygan. Siz hali chiqib dasturxonchilarga yordam bersangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Ozroq ishim qolganda shuni tugatib olay, chiqaman. Bo'pti, xo'p. Men ham oshpazlardan xabar olay. Mayli. Chiqarsiz. Xo'p. Ish qilib Afzal xotini bilan yarashib ketsin-da.
Bo'lmasa qo'llari ishga bormasdan yuraveradilar. Nozi. 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 Ha, Tur, menga choy tayyorlab ber. oshxonaga kirib muzlatgichni ochsangiz hamma narsa bor. O'zingiz tayyorlab yuring. Xo'p, o'zim tayyorlab olaman. Hech bo'lmasa yonimda o'tirib tur. Men siz nonushta qila olmaysizmi? Nozi, Ha, eringni ishga kuzatmaysanmi? ha ketavering. Har doim ketgansiz-u. Kecha dadajoning Nozimani uyga olib borib keling deganlari esingdami? Ish qilib? Esimda yo'q. Qachon shunaqa dedilar? Bormaysanmi nima? Kechroq o'tarmiz. Ertalabdan nima bor? Bo'pti, uyga kelgunimcha hech bo'lmasa ovqat tayyorlab qo'y. Harakat qilaman, lekin va'da bera olmayman. Yosh bolaga o'xshaydi, tavba qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormisiz? Sog'ligingiz Yaxshi yaxshimi? keldingizmi? Ha, rahmat. Bugun Xudoga ishxonamizda shukr. ehson qilmoqchi edik. Ha, yaxshi. Qani, yuringchi. Xo'p. Mumkinmi? Keling. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Keling. Va domla. alaykum assalom. Yo, bizni rahbarimiz. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ismlari Afzalbek. Yaxshi. Yo'q, Fathqilla akamlar. Mahallamizni Qani, marhamat, domlalari. o'tiring. Qani keling, Xo'p. o'tiring. Bismillah. Rahmat. Qani, bitta duo qiling. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana shu ishxonalar ham gullab yashasin. Amin. Allohu akbar. akbar. Barakalla. Yoshgina bo'la turib, katta ishlarni boshlabsiz. Rahmat. Alloh yomon ko'zdan asrasin. Domla. Bu ko'z tegishi rostakam bor narsami? Yo shunchaki erim sirimmi? Hasad va ko'z tuyani qozonga, odamni qabrga tiqadi. Ko'z va nazar bor bo'lganki, ustozlarimiz shu gapni aytishgan. Bugun ko'pchilikni turmushi mana shu ko'z va hasadni orqasidan buzilib ketyapti. Ana va internetdan har qanaqangi baloni ko'rishadi, keyin oxir oqibat sabr degan narsalar yo'qoladi. Mana shularning orqasidan oila buzilib ketyapti. Bu narsa yaxshi narsa emas. Buni qarang. Men ishonmagan ekanman. Demak, bor narsa ekanda. Hammada tarixcha bo'lsa ham ko'z bor. Demak, hasad odamni yiqitar ekanda. Shuning uchun ham odam o'zini himoyalab, ehtiyotini qilib, keltirilgan suralarni o'qib, Allohning panohida bo'lish kerak. Gulim bo'lib qoldingizmi? Bo'p qoldim. Hozir chiqaman. Voy tavba, tinchlik yo'q ekanda. Eshigingni quplab oldingiz, gulim. Doim eshigimning tagida turadi-ya. Oching eshikni. Mana ochyapman. Labbay. Nima quplab oldingiz? Nima? Men sizni yeb qo'yamanmi? Yo'q, shunchaki. Bundan keyin iltimos eshik ochiq tursin, xo'pmi? Chunki men sizni xohlagan payt sizni ko'rib turishim kerak, gulim. Xo'p bo'ladi, mehribonім. Shundoq bo'lsin. Endi bir chiroyli o'zingizni qo'lingizdan o'sha men ichadigan choy bor-ku, o'shandan damlab bersangiz bo'ldi. Choyni ishxonada ichamiz.
yoki yo'l-yo'lakay? Nonushtaga restoranga yoki kafega kiramiz. Endi o'z qo'lingizdan choy ichaman deganimda Bonu. Voy, buni hozir iloji yo'q. Kayfiyatim yo'q. Ha, Toza havoga chiqaylik. Uyda o'tirsam mazam qochyapti. Miyamga kislorod yetib kelmayapti. mayli. Yuring. Restoran bo'lsa restoranda. Sizlar xotinlar erkaklarning pulini so'rish yaxshi ko'rasizlar-da, Voy, to'g'rimi? voy. O'sha pulni nima qilasiz? Menga ishlatmasangiz. Odamzoddan hamma narsa qolib ketadi. Bu dunyoda yashab qolish kerak, boyim. Bo'pti. Ketdik qani? Hozir. Yuring, chiqa qoling. Hozir sumkamni oling. Tashqarida poylab turaman. Xo'p bo'ladi. Yuring. Domla, sizlardan ko'p masalalarda maslahat so'rab kelishadi. Ha, aqlimiz yetgancha, qodir qilgancha javob beramiz. Agar jahl ustida ajrashib ketayotgan odamlar bo'lsa, shariatda yo'l bormi? Oilani tiklashni yo'li bormi? Shariatda hamma narsani yo'li bor. Lekin bu degani bilib turib gunoh qilishga ruxsat degani emas. Alloh kechirguvchi zot. Tavba qilsa, pushaymon bo'lsa kechiradi. Tavbalarni o'zi qabul qiluvchidir. Demoqchimanki, jahl ustida xotiniga ruxsat berib yuborsa, ya'ni taloq. Unga qanaqa shariatda yo'li bor? G'aybulla aka. Shu kerakmi hozir? Kerak. Agar mast holatda bo'lsa, astoydil tavba qilsa, bu javob o'tmaydi. Qayta nikoh o'qitib yashashlari mumkin. Oila shunday muqaddas narsaki, uni bo'lar bo'lmasga o'yin qilib bo'lmaydi. Domla, mast holatda emas, balki es-hushi joyida. Bir emas, 2 marta javobini berdi. Unga yo'l bormi? Bu so'zni aytishga kimdir majbur qilgan bo'lsa, Meni hech kim majbur qilmadi. O'z xohishim bilan berdim. Lekin ichidan afsus qilsa-chi? Bu ayol bilan yashashga ko'zim yetmadi. Shuning uchun ham bu gapni aytdim. Domla, bilasizmi, lekin orada bir emas, 2 ta farzand bor. Arzimagan jahl tufayli nima oila buzilib ketaveradimi? 2 ta katta odam bir-biriga jahl qilib ajrashib ketaveradimi? Xo'p, er-xotin bir-birini sevsa, bu nima ahmoqgarchilik? siz qilgan ishingizdan afsuslanyapsizmi? Tavba qilyapsizmi? Yo'q. Unda bo'lmaydi. Odam tavba qilish kerak. Tavba qilmagan odamni amali qabul bo'lmaydi. Mayli. Men oshpazlardan xabar oling. Xo'p. Onasi qaravor.
Kim ekan onasi? Oyi, Bor, eshikni och. Yana qizingiz kelibdi. oyi. Nima qilibdi kelsa? Bu yaxshi emas. Ertalabdan kelganini qarang buni. Kecha rosa uyingda o'tirgin deb tayinlagandim. Bu dangasa qizingiz na uyini yig'adi, na ovqat qiladi. Menga qarang, bunaqada qizingizni hayoti buzilib ketadi. Buni ko'ngliga qarab rasvo qilyapsiz. Erkak bo'lsa, hamma narsani tayyoraga o'rganyapti. Sizga kecha tushuntirib aytgandim. Gapirganmidingiz? Kecha qo'liga bozorlik qilib berib, eringa shirin ovqatda qilib bergin deb tayinlab kelganman. Yana nimaga kelgan hayronman. Shuni aytaman-da. Alohida bo'lsa, oldin qaynonam qo'ymaydi derdi. Mana endi o'ziga xon, o'ziga bek bo'lsa, mazza qilib yashamaydimi? Ertalabdan bizniki kelganiga nima? O'zing ham sog'inib o'tirganding-ku. Bir haftadan beri to'ydim. Qiz bola degan o'z uyida tinib tinchib o'tirsa bo'lmaydimi? Ochmaymiz. Taqlatib ketadi. Xafa bo'lib qolmasmikin? Bo'lsa bo'lar. Ertaga kelmaydi. Uyda o'tirishga o'rganadi. Mana, qo'ng'iroq qilyapti. Ol. Alo. G'aybulla aka. Nima bo'ldi? Tavba qilmaganni kechirmaydi Xudoyim dedi. Men endi aralashmayman. Nimaga aralashmaysiz? Men afsuslanmayman. Hammasini bilib gapirdim deyapti. Voy o'lmasam. Ha, unda yarashmas ekanda. Ha, qaysarligi tutgan. Endi nima bo'ladi? Nima bo'lsa bo'lar. Men qurilishga ketdim. Asablarim buzilib ketdi. Domlani kim kuzatib qo'yadi? Afzal o'zi olib borib qo'yadi. Oshga kirmaysizmi? Ishtaham o'ldi. Shuncha narsani tashkillashtirgandim. Hammasidan hafsalam bir bo'ldi. Mayli. Kimdir so'rasa men qurilishda bo'laman. Charchamang. Menimcha xotinini kechira olmayapti. Og'riq hali ketmagan demak. Endi nima qilsin? Unga ham qiyin. Ey, Ha? bu yoqqa.
Nimaga kelding? Sendan xabar olganim? Bu yerga kelmagan, xitlashadi degandim-ku. Buni qara-ya. Shuncha pulni olding. Nimaga jim yuribsan? Ishni qilmaysanmi? Yo surib qolmoqchimisan? Ey, payt boylayapman. Boshiga g'isht tushib ketishi uchun qancha boylash kerak? O'zi qurilishga uncha kelmayapti. Bir ko'rinib ketib qolyapti. Asosan ofisda o'tiribdi. Meni ishim yo'q. Tushundingmi? Tezroq hal qil. Xo'p, bo'pti. Bor ketavergin, bor. Qara lekin qochib ketsang. Yerga kirsang quloqingda, osmonga chiqsang oyog'ingdan tortaman. Bo'pti, bor. Bor ishingni qil. O'zim bilaman. Bu Sodiqboyning laychasi bu yerda nima qilib yuribdi? Demak, nimanidir rejalashtirishyapti. Jahongir, Eshitaman, xo'jayin. menga qarab borgin. Xo'p bo'ladi. Chaqirtirganmidingiz? Dildoraxon keldilarmi? Dildora xoniga balo bormi? Yo'q, hali kelmadilar. Eriyamchi. O'zini qo'y kech qolib kelardi. Bu ham shunaqa ekan. Sodiq Turg'unovich. Agar u Afzalni shpioni bo'lsa-chi, ha? Bunaqa emas. Ko'nglim qarshi. Bu yerdagi hamma bo'layotgan narsani unga yetkazmasligiga kim kafolat beradi? Kuzatib turamiz. Siz bu yoqdan xavotir olmang. Mayli. O'zingiz bilasiz. Men sizni o'ylab gapirdim. Rahmat meni o'ylaganingiz uchun. Agar kelsa, meni oldimga kirsin. Xo'p bo'ladi. Bor. Shu Afzalga hayronman-da. Shundoq xotinini ko'chaga haydab bekor qildi. Buni ham bilib ketishadi hali. Ofirjon ayoli qo'ldan chiqarib, ahmoq. Qush qo'ldan uchdi. Tamam. Endi qaytmaydi. Agar qush qo'lga yaxshi o'rgatilgan bo'lsa, qaytib keladi. Agar qushni kimdir tutib olsa, uni oltin qafasga solib qo'yadi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Erki o'zida bo'lmagan qushchalarga ham qiyin-da. To'g'ri. Yana sizmi?
Yaxshi dam oldingizmi? Qani yuring. Mashina pastroq dedi. Rahmat, o'zimni mashinam bor. Olib borib qo'yaman. Said aka, keling kelishib olamiz. Maylimi? Nimani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men chaqirtirganman Saidni. Seni ishga olib borib qo'yadi. Dada, meni o'zimni mashinam bor. O'zim ketaman. O'jarlik qilma. Xavotir olmay o'tiraman. Bu yoningda bo'lsa, xotirjam o'tiraman. Bolani bog'chasidan olishim kerak axir. Olib borib qo'yishim kerak yana. Ularni o'zim olib borib qo'yaman. Xavotir olma. Bora qolinglar. Mayli. Yaxshi boringlar. Men faqat dadammi deb chiqdim. Bilib qo'ying shuni. Jahling chiqsa, biram chiroyli bo'lib ketar ekansan. Haddingizdan oshmang. Boshqa bunaqa gaplaringizni ham eshitmang. Xo'p. Jonga tegdi-da Shuhra pashsha. Qachon qarama eshikni tagida. Ichingizda rosa meni qarg'ayapsiz, a? Voy, qayerdan bildingiz? Qarashlaringizdan. Bilinib qolyaptimi? Buni qarang-a, berkita olmayman-da. Kimnidir yoqtirmasam, darrov sezdirib qo'yaman, shunaqa qilib. Turaveramizmi shunaqa qilib? Qani mashinangiz? Yuring. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qizim, Labi? yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Men sizni taniyman. Qayerdan taniysiz? Men Azimjonning dodasiman. Ha, shunaqami? Qizim, sizni oldingizga bir iltimos bilan keldim. Qanaqa iltimos? O'g'limni o'qishga ishtiyoqi juda tushib ketdi. Bir necha oydan beri rosa dard bilan kurashib, endi o'ziga kelayotgan edi. Amaki, men ham to'g'ri tushunning. U bilan do'stlashsam, meni ishxonadan haydab yuborishadi. Bilaman. Azimjon aytdi. Lekin bilasizmi, uni yomon niyati yo'q. Meni bolamni eshitadigan, tushunadigan bir do'st kerak-da. Dodajon, uzr, men u bilan do'st bo'la olmayman. Iltimos, ko'ksidan itarmang. O'zi endi o'ziga keldi. Bir odamga o'xshab yashayman. Men o'sib, o'ziga oldiga katta-katta maqsadlar, orzular qo'ygan edi. Iltimos, jon qizim, yo'q demang. Agar istasangiz, oyingizni oldiga borib, o'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Mayli, bu yerga o'qishga kelmasa ham mayli. Agar bizni uyimizga borib, unga o'rgatsangiz, ingliz tilidan dars bersangiz, qancha desangiz ham pulini to'layman. Qizim, Gap pulda emas. Ha, mayli, men oyimdan so'rab ko'ring. oyingizni o'zim ko'ndiraman, qizim. Yo'q, men o'zim ishdan chiqib uyga borib oyimdan javob so'rayman. Shunday qiling, shunday qiling. Rahmat sizga. Mayli. To'g'ri tushunganingiz uchun Yaxshi yetib oling. rahmat. Mayli qizim.
Bu gullar sizga. Yo'q, menga kerak emas. Ayol kishi ham guldan voz kechadimi? Said aka, sizni akamdek hurmat qilaman. Iltimos, vaziyatdan foydalanmang. Dadamni boshlarini ham qotirmang. Men baribir sizga ko'ngil qo'ya olmayman. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Erim qabul qilmasa ham men turmushga chiqishni xohlamayman. Mayli, men kutaman. Undan ko'ra bu gullarni xotiningizga olib borib bering. Munosabatlaringizni tiklang. Oilangizni saqlab qoling. Endi kech. Men bir qarorga kelib bo'lganman. Men siz bilan yaxshi bir do'st bo'lib qolishni xohlayman. Boshqasiga umid qilmang. Mayli. Hech bo'lmasa gullarni oling, qo'limni qaytarmang. Meni shu quvonchdan ham bebahra qoldirmang. Mayli, faqat bu oxirgisi. Keyingi safar bunaqa uchrashuvlarga chaqirmang, xo'pmi? Sizdan iltimos qilib so'rayman. Xo'p. Ozgina yuraylik. Mayli. Yuring. Xo'sh. Mahallada nima gaplar? Vayla qizini olib ketibdi. U yangilik emas. Shularni ko'chirib qutuldingiz-a? Nega men ko'chiraman? Oxiri qochib ketishdi. Butun dom gapirishyapti. Gapirsa gapirar. Men odamlarni gapiga qarab ish qilganimda, Vaylani qizini aytaman-da. 4 ta odam bilan nikoh o'qitmagan bo'lardim. O'zbekga kelin bo'lish qiyin ekan. Eplolmadim deb ketdi. O'zi tan olib ketdi. Tug'ilmagan nabirangizga achinmaysizmi? Qanaqa nabira? Sizdan buni kutsa bo'ladi. Nimani kutsa bo'ladi? Aniq siz ketkizib yuborgansiz. Men hech narsa qilganim yo'q. O'zi shuni xohladi, ketdi. Bari ham o'zi qayoqlardandir yolg'iz kelgan-ku. Qizini shetda boqdi, to'g'rimi? Endi u nevarasini boshqa yoqda boqadi. Uni nevarasi sizni ham nevarangiz. Qattan bilasiz. Qo'ysizchi, mintasi bilan yurgan. Shpiyonlikka chiqdingiz-a? Voy, ketgan joyini bilasiz shekilli-a? Telefon qilib turasizmi deyman, axborotlarni berib. Tavba. Hech hamda o'zim bir hol ahvol so'ray deb chiqdim. Voy qarang-a, hol ahvol so'rab darrov valiga o'tdingiz-ku gapingizni. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti deb. Endi butun domda shu gap bo'lgandan keyin qiziqdim-da. Gapirsin mayli. Hali chiroyli kelin qilganimda yana gapirishadi. O'sha gapirganlarni to'yga yetmayman, bilib qo'ying. Men aytasizmi? Mamlaqa qizg'izon bo'lmasangiz, aytaman. Chaqma chaqarsiz bilan. Unga axborot yetkazadi, bunga axborot yetkazasiz. Opa, tavba. Men shunaqa xotinga o'xshaymanmi? Yo'q, o'xshamaysiz. Siz bilan bir ko'ngil ochib gaplashib o'tiraman dedim. Gapirgan gapingizni qarang. Hol ahvol so'rayman deb chiqdim. Pista shirin ekan, bu safar sho'rda olib kelibsiz. Oling. Chaqing. Voy, rahmat. O'tgan safar yomon deganingiz uchun yaxshisini olib keldim. Bemaza deganingizga mazalisini olib keldim. O'zichi hamisha pista chaqib yurish kerak. Biror joyga foydasi bormikin? Niyega?
Chiroyli gullar ekan. Keling. Hujjatlar sizga ekan. Reklama bo'yicha ko'rib chiqarsiz. Chiroyli gullar ekan. Afzal jo'natdim. Yo'q, boshqasi berdi. Nima edi? Bilasizmi? Gullarga mas bo'lgandan ko'ra vaqtliroq ishga kelib, ishingizni vaqtida qilsangiz yaxshi bo'lardi. Menga bu yerda ishlash qiziqmas. Sodiq Turg'unovich, bu yerda ishlashingiz shart emas. Shu yerda o'tirsangiz bo'ldi degan. Demak, biz sizni chiroyli qosh ko'zlaringiz uchun sizga pul to'laymiz, shunday? Shunaqa bo'lsa kerak. Turmush o'rtog'ingiz go'zal ayollarni hurmat qilar ekan. Ish berish shart emas. Muhimi kayfiyat bag'ishlab tursa bo'lgani. Siz kayfiyat bag'ishlaysizmi? Shunaqa. Topa. Shu kayfiyat uchun 10 million olish insofdanmikina? Maoshimni sir tutishlarini aytgandilar. Bu firmada mendan hech narsa sir tutilmaydi. Men bosh hisobchiman. Men bu yerda bilasizmi? Kayfiyat uchun emasman-da. Siz oladigan jaraq-jaraq pullarni qachon, qayerdan olib, kimga berishni yaxshi bilaman. Agar eringizni menga pul berishlari, meni bu yerda yurishim sizga yoqmayotgan bo'lsa, qo'lingizdan kelsa agar, meni bo'shatib yuboring. Jon deb ketaman. To'g'risi sizni ham, eringizni ham ko'rishga majbur emasman. Tasqara. Kecha kelib bugun o'zini aqlli qilib ko'rsatyaptimi? Ko'rsatib qo'yaman hali senga alvasta. Shunaqa ham arzon bo'ladimi odam? Mana bu balkalarni ikkinchi etaji ustini tom bo'ladimi yoki buning ustiga yana nimadir quriladi? Buni maqsad bo'larkan. G'isht tushib ketsa, shubha uyg'onadi. Yaxshisi, o'zim eplayman. Borib ishinglarni qilib Bo'ldi, xo'p. Mayli.
Bu yigit kim bo'ldi? Nimaga meni xotinim yonida o'ralashib yuribdi bu? Bu bolaning ismi Said. Qaynotoyingizni o'ng qo'li. Chol hamma ishini shunga topshiradi. Nima? Kechasi ishga bormayaptimi? Yo'q. Hamma ishni Saidning o'zi qiladi. Qayerdan bunaqa qimmat mashinalar? Choyxonachiga qimmatli emasmikin? O'zini bizneslari bor ekan. Ermakka qimor o'ynab turadi. Ko'cha bolasi degan. Akani ancha-munchasiga gap o'tarkan. Xotini bilan ajrashib ketibdi. Shuning uchun ham meni xotinim oldida o'ralashib qopti-da. Balki qaynotangiz aytgandir. Ha, bular meni asabimga tegyapti shekilli. Yana qanaqadir o'yin boshlashyapti. Bu ham o'ch olishni bir turi. Qadimda podshohlar biror mamlakatni urush bilan qo'lga olsa, unga qarshi chiqqan shohni xotinlarini, kanizaklarini sarkardalarga inom etib rohatlangan. Seni aytganingdek, bu ham azoblash xizmati. Mayli, sen kuzatishda davom etaver. Bolalarimdan ham xabar olib tur. Keyin har kuni kelib menga hisobot berasan. Xo'p bo'ladi. Ularni har bir qadamini bilib turishim kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Endi borib ishingni qil. Xo'p. Kayfiyatimish. Tavba. Men yozgan kitoblarni endi o'qiyapti. Hozir hal qilamiz. Alo. O'rtog'im. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Nechuk meni yo'qlab qopsan? Haliyam ish topmadingmi? Yo'q, sen chaqirishingni kutyapman. Ishxonamga kel. Senga ish topdim. Voy, rostdanmi buncha zo'r? Ha. O'zingga qarab kel. Bo'ldi, cho'ttiki bo'lib boraman. Kutaman. Mana bu 4-domma oldidaman. Tepasiga qo'yiladigan narsalarni so'rang. Siz aytib tursangiz bo'ldi, men o'zim nazorat qilaman. Siz bundan xavotir olmang. Albatta. Standart bo'yicha quramiz.
Men nima ish qilaman? Meni ham shunaqa xonam bormi? Senga alohida topshirig'im bor. Opa, siz hech narsa qila olmaymizmi? Men unga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Tushundingmi? U ham ko'zim, ham qulog'im. Bugundan boshlab shu yerda ishlaysiz. Tushunmadim. Bu yer meni xonam. Bu kishi ham shu xonada ishlaydilar. Unda menga boshqa xona bering. Afsuski, hozir ham xonalar band. Bu kim bo'ldi endi? Hoynahoy quloq bo'lsa kerak. Bor. Oyi, Sodiqboyni xizmatchisi kelibdi. Kimdir bormi? Yaqinda mana shularni hammasi menga qoladi. Sevgi farishtasidan katta biznes lediga aylanaman.